Bak Turapcan degan odamni Yomonbek ahmoq qilibdi. Bizdam suhbatlashimiz deydi, bizdam boji qo'ydi odamga. Yomon ahmoq qilibdi. Mana bizni o'shini teppasin, mana Turapcan deganga deb qo'yinglar. Unda kechkisi biz bunday ahmoq qilaveramiz ma'qul deydigan. Biz manda 1 milliard 200 million Xitoy yo'q. Biz hozir hamma nimaga tayyor. Suhbatlashimiz esa chiroyli qilib suhbatlashsin. Bo'lmasa urushishga tayyor turibmiz biz. Unda qo'rqib qoladigan Xitoy yo'q dunyoda. Yajuj Majujga aylanib qolgan tursak biz unda Turap deganda nechchini Turapchandan nechchini tishlab gavdalaymiz biz degan. Juma maqma unda odamni bo'chaqlab qolmasin. Unda kechkisi odamni saran qilib o'ynasa, kadimi kamishada urushib qolgandek turibmiz hozir. Deb qo'ying uningga. Mana Hong Kongda jidal chiqayotganlar. Haqqasizlar ruslarni tepaslar. Bo'lmasa, biz askar chekizib qolsak, xalq qolganlarni ashu Sharq Turkistondagi jazo lageriga olib uzatamiz. Baqma, diqqat qilinglar. Men shu erkin Tunis shu Beijing darbarlariga yolg'onlardan axborotda doklad beryapmiz. Shu oz-to'la odamni qo'yib berib yolg'onlardan bir manzara yasayapmiz. Yaqinda Turkiyadan tekshirish umiki keladi ekan. Ularga bir yolg'on yo'q yerlarni ta'qib qo'ydik. Ularni aldab ketkizib yetamiz. Andan boshqa davlatdagi ama Germaniyadagi kishilik huquq tashkilotlarini to'qnashgan bir kelimiz deganligi ularni bir munosabat deb ularni bir keltirmaydigan ishni qilyapmiz. Shuni qilib yurib aldab-saldab kun o'tkazyapmiz. U mujoratdagilar sizlar shu xotirjam turaveringlar, tuqqanlaringlar shunda shiroklarga yo'tkab andan keyin yer osti yo'shirintirib yo'tkab o'tiradiganni o'tirib, asta yo'q qilib yetamiz. Sizlar baqirib-chaqirib qiynab qolsizlar. Asta sizlar ijtimoiy uchur vositalardan yo'llashni zerikib qolsizlar. Biz to'xtatib qisqa xabarchi qilib qo'yib yuraveramiz. Sizlar uni deysizlar, biz buni deymiz. Mana Qurbon hayiti kelyapti. Nurg'un insonlar Sharq Turkistondagi qurbonlik qilolmaydi, hayit qilolmaydi. Biz yana yolg'on so'zlab anda bo'ladi, munda bo'ladi deb ishki parcha ko'rinishni qilib, cho'ng bozorda toza usul deganni gumbonishib o'ynag'izib qo'yib, mana Uyg'urdagi usul o'ynab, hayoti to'lib toshgan qizg'inliklar o'tadi deb qo'yamiz. Har biringlar shu qo'rqib ketadiganlar, anik ketadiganlar, necha ming kilometr yiroqda turib, sizlar qo'rqaysizlar, biz sizlarni qo'rqitamiz. Aynan qilib biz yana g'alaba qilaveramiz. Sizlar shu aynan o'zinglarning iymon vijdoniga yuzlanmay turaversizlar. Biz qilimizni qilib olamiz. 5 kun bo'lsin umrimizni uzatganimiz hisob. Qolgan endi tirishchanlikni o'zinglar qilamizlar, qilmamizlar o'zinglarning vijdoniga bog'liq ish. Biz shu erkin Tunis, biz shu Xitoyga sadoqlab qolib, shu shaklda o'ylab ketamiz. Boshqa tanlash yo'limiz yo'q. Bu o'zimiz orzu qilib, o'zimiz xohlab mangan yo'l.